Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi temada laboratoriya mavzusidan, ya'ni o'simliklar tarkibidagi azotni aniqlash. Oldingi holatlarimizda o'simliklar tarkibidagi azotlarni aniqlashda albatta uni barglarini, qoyalarini yoki bo'lmasa ildizlarini quritilgan holatda, xona sharoitlarida quritilib aniqlar edik. Va unda kamida 4 kun, 5 kun, 1 hafta davomida vaqt ketib qolardi. Hozirgi paytda esa o'simliklarda tarkibidagi azotni aniqlash tarkibi, ya'ni o'simlik barglaridan azotni aniqlash va o'simlikka kerakli oziqani, ya'ni mineral o'g'itlarni berish muddat me'yorini bemalol dala sharoitida ko'rib qo'yib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bunda qanday sharoitda? Ya'ni Sifat 502 apparatida bemalol biz dalaga borib o'simliklarni barigidan azotni aniqlab va undan o'rtachasini chiqarib bemalol o'simliklarda o'sha qancha azot kerakli ekanligini yoki bo'lmasa azotli o'g'itlarni muddat me'yorini shunga qarab taqsimlab berishimiz mumkin bo'ladi. Va juda qulay va oson va juda ham eng muhimi bugungi kunda juda ham kam vaqtni oladi. Mana shu o'simlik tarkibidagi, ya'ni o'simliklarni vegetatsiya davrida tarkibidagi azotni aniqlash uchun Sifat 502 apparatimizdan foydalanamiz. Sifat 502 apparati mana 4 ta sxemadan iborat bo'ladi. Bu apparatimiz Sifat 502, ya'ni 4 ta grafikdan iborat bo'lib, mana Sifat 502 ning yoqamiz. Yoqilganda o'zi usturovka qilingan, ya'ni o'simlikda barigidan azotni aniqlash uchun juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni bu apparatimizni bir tizmasini bosamiz va tarkibidagi nitratli azotni barigidan aniqlab berish usullari. Va bunda o'sha aniqlagandan so'ng bu grafikasini bosganimizda o'sha aniqlagan sifralarni o'ziga saqlanib qila olish. Va saqlanib qilgandan keyin albatta kompyuter grafikasiga tushirib, uni aniqlab ta'minlanganligini, darajasini pastmi yoki yuqorimi yoki balkim u o'simlikka azotli o'g'itimiz kerakdir, balkim kamroq kerakdir, balkim ko'proq kerakdir yoki bir muddatda yoki 3 muddatda, 2 muddatda solishimiz va shunga qarab asoslab yoki shunga qarab o'simlikni azotli o'g'itlar bilan, ya'ni ozuqa bilan to'yintirish usullaridan foydalanishimiz kerak. Bugungi kunda albatta nima uchun zamonaviy priborlardan foydalangan holda qishloq xo'jaligini, ya'ni o'simliklarni, qishloq xo'jaligini rivojlantira olmasak, zamonaviy priborlarimizni kelayotganligi, mana bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jalik sohasining rivojlanishi va shu tubdan shunchalik rivojlanib kelayotganligi va bundan buyog'iga ham O'zbekiston Respublikasi shu qishloq xo'jaligini rivojlantirishga mana bunday zamonaviy apparatlarimizdan juda ham mohirona foydalanishimizga to'g'ri keladi. Bu apparatlarimizda Sifat 502 da, ya'ni o'simliklarda dala sharoitida borganimizda ham eng muhimi dala sharoitida bemalol aniqlab olishimiz mumkin. Misol o'simliklarimizni olganimizdan keyin mana apparatlarimizni o'ziga tegishli joyiga mana o'simligimizni qo'yib barigini qo'yamiz. Mana bunda albatta 45/5, ya'ni o'simliklarda ta'minlanganlik daraja bor. O'zi ta'minlanganlik daraja, ya'ni o'simliklarning azot bilan ta'minlanganlik darajasi misol tariqasida aytadigan bo'lsak 15 dan 20 gacha juda kam, 20 dan 25 gacha kam, 25 dan 35 gacha o'rtacha, 35 dan 45 gacha yuqori va 45 dan yuqorisi juda yuqori degan holat bilan ta'minlanganlik darajasi. Va biz shu ta'minlanganlik darajadan o'simliklarda ko'rishimiz mumkinki, apparatda aynan azotni yetishmovchiligi kam yoki yuqori yoki o'rtacha va shunga qarab o'simlikni ozuqa bilan, ya'ni azotga to'yintirishimiz yoki azotli ozuqa bilan o'simlikni oziqlantirishimiz mumkin bo'ladi. O'simliklarda mana misol tariqasida har joydan, ya'ni bir joydan emas, chunki nimaga? O'simliklarda azotli o'g'itlar hamma joyda bir xil tarqalmasligini, ya'ni bir xil oziqlanmasligini hisobga olgan holda, misol uchun tepa yosh bariglaridan olishimiz mumkin. Mana 52/6 misol chiqishi mumkin yoki pasniki barglardan misol uchun olishimiz mumkin bo'ladiki, har xil joylaridan 41/1 ko'rsatishi mumkin. Bunda o'zi aytishim mumkinki, azotli o'g'it bilan o'rtacha yoki o'rtachadan yuqori darajada ta'minlanganligini bildirib turadi. Eng muhimi bu Sifat 502 apparatimizda dala sharoitida, fermer xo'jaliklarida bemalol o'simliklarni, ya'ni bir hafta, 4 kun, 5 kun davomiga emas, eng muhim narsa bugungi kunda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda
bemalol dala sharoitida borib 1 soat yoki 2 soat 3 soat ichida bemalol gektar maydonni ko'rib ularga bemalol xulosa qo'yib aytishimiz mumkin. Nimaga? Chunki bugungi kunda o'simliklarga azotli o'g'itlarni yoki azotli o'g'itlarni berganimizda nitrat miqdorining ko'payib ketishi yoki kam bo'lishi, o'simliklarni o'stirmay qo'yishi yoki ko'payib ketib o'simliklar tarkibida yoki polis ekin, sabzavot ekinlar tarkibida nitrat miqdorini ko'paytirib olishi albatta qishloq xo'jaligida inson organizmiga u nitratlarning ko'payib ketishi juda ham salbiy ta'sir qiladi. Va o'sha kamayib ketishi esa ularni o'stirmasligi yoki hosildorlik past bo'lishi, o'simliklarning rivojlanmay qolishiga olib keladi. Bunda albatta sifat 502 apparatlaridan biz juda ham mohirona foydalanib, buning yordami qishloq xo'jaligida juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Dala sharoitida ko'rib, bemalol biz xulosa yozib yoki o'simliklarda yetishmagan azotli o'g'itlarni qancha muddatda solishni tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. O'simliklarda aynan umuman hamma o'simlikda, misol uchun gektar dalaga oladigan bo'lsak ham yoki o'simliklarda vegetatsiya o'sha davrlarida xona haroratida o'stiradigan bo'lsak ham albatta azotli o'g'itlarni, ya'ni bir xil darajada hammasi qabul qilmaydi. Shuning uchun ham o'simliklarda har xil joylardan ko'rganimizda sifralarda qanaqa holat chiqsa, uning o'rtachasini albatta chiqarib olamiz va o'sha o'rtachasini chiqarib olgan holatda biz unga qancha muddatda va me'yorda azotli o'g'it berishni tavsiya qilamiz. Bugungi kunda azotli o'g'itlardan, ne только azotli, fosforli, kaliyli, mineral o'g'itlardan oqilona foydalanish, samaradorligini oshirish, qishloq xo'jaligida to'g'ri o'g'itlardan foydalanish bu albatta insonning salomatligiga ham juda katta ta'sir ko'rsatadi. Nimaga? Chunki bu o'g'itlarni ko'payishi, organizmni, ya'ni nitratlarni ko'payib ketishi, organizmda har xil holat buzilishi yoki atarina holatlariga olib kelishi yoki sabzavot polis ekinlar, tarvuz qovunlarda nitratlarning ko'payib ketishi, bular ham albatta inson organizmini atarina har xil holatlarda olib kelishi ko'zda tutiladi. Shuning uchun ham vegetatsiya davrida, o'simliklarning o'suv davrida, har bir vegetatsiya davrida bemalol biz sifat 502 zamonaviy apparatlarimizdan bugungi kunda foydalanib, qishloq xo'jaligida bemalol tatbiq qila olishimiz mumkin bo'ladi.